20-chi mavzu tashqi yoritish asboblari. Tashqi yoritish asboblariga nimalar kiradi? Yaqinni yorituvchi fara, uzoqni yorituvchi fara, projektor tomda joylashadi. Tumanga qarshi fara, kunduzi yurish chiroqlari, gabarit chiroqlar mana qizil bo'ladi. Orqa tumanga qarshi chiroqlar qizil rang, bu ham pastda banferda bo'ladi. Bu yoritish asboblarini sutkaning qorong'i vaqtida va yetarli ko'rinmaslik sharoitlarda yoqish kerak bo'ladi. Endi bizning qoidaga asosan kunduz kuni ham yoqish kerak bo'lgan vaziyatlar bor farani. Kunduz kuni farani yoqish kerak bo'lgan vaziyatda farani o'rniga kunduz yurish chirog'ini yoqsa bo'ladi yoki tumanga qarshi farani yoqsa bo'ladi. Endi qanaqa vaziyatlarda kunduzi farani yoqish kerak? Tashkiliy jamlanma bo'lib yurganda, shatakka olganda, xavfli yuk tashiganda, bolalar guruhini tashiganda, mototsikl, mopedlarda va yo'nalishli transport vositalari, avtobuslarda kunduzi ham yoqish shart. Endi qorong'i paytga o'tamiz. Tunnelda va yo'lni yoritilmagan joylarda yurganda yaqinni va uzoqni yorituvchi faralarni yoqsa bo'ladi. Agar yo'l yoritilgan bo'lsa, faqatgina yaqinni yorituvchi farani yoqish mumkin. Kechasi to'xtab turgan mashinada gabarit chiroqlari yoquv bo'lishi kerak. Agar mashinani gabarit chiroqlari ishlamasa, mashinani qatnov qismidan tashqariga olib chiqib, avariyani yoqib, belgilab, haydovchilar ustiga jilet kiyib olish kerak bo'ladi. Tumanga qarshi faralarni yetarli ko'rinmaslik sharoitda va qorong'i vaqtda yaqinni va uzoqni yorituvchi faralar bilan birga yoqishga ruxsat beriladi. Bundan xulosa kelib chiqadiki, tumanga qarshi faralarni kechasi ham yetarli ko'rinmaslik sharoitida ham, kunni yoruv paytida ham yoqish mumkin ekan. Shuning uchun ham Teslada tumanga qarshi faralarni qachon yoqish mumkin desa, значит barcha sharoitlarda deb javob beramiz. Lekin orqa tumanga qarshi chiroqlarni faqatgina yetarli ko'rinmaslik sharoitlarda qo'llashga ruxsat beriladi. Eng asosiysi adashtirmanglar. Tumanga qarshi faralar barcha sharoitda yoqiladi. Orqa tumanga qarshi chiroqlar faqat yetarli ko'rinmaslik sharoitida. Keyin fara projektorlar mana bu tomda joylashadi ular. Faqat aholi yashaydigan joylardan tashqarida, ro'parada mashinalar yo'q joylarda foydalanishga ruxsat beriladi. Chunki bular ko'zni qamashtirishi mumkin. Endi ko'zi qamashgan haydovchi nima qilish kerak? Ko'zi qamashgan haydovchi avariyani yoqib, boshqa tasmaga o'tmasdan sekinlashib to'xtashi kerak bo'ladi. Keyin ro'paradagi mashinalarni ko'zini qamashtirmaslik uchun haydovchi uzoqni yorituvchi farani o'chirib, yaqinni yorituvchi faraga o'tkazish kerak bo'ladi. To'g'risidagi mashinaga 150 metrdan kam masofa qolganda. Keyin avtopoyezd chiroqlarini yoqish kerak. Avtopoyezd harakatlanganda, kechasi to'xtab turganda.